Xo'p, hurmatli obunachilar, bu ikkinchi LG original televizorimiz. Bu nargisi sherigi bo'ldi. Bu ikkinchisi podsvetkalari kuygan. Adashmasam bunda shashka ko'zli podsvetka turardi. Ochganlar biladi, endi men bilmayman. Yaqin o'rtada ochmaganman buni. Endi ochishim, xullas. Shu ko'zlari to'kilganmi? Ekranda oppoq dog'lari borda. Ochamiz. Podsvetkalarini qo'yib, adashmasam 3 qator turarmidi? 3 qatorda ham yangi komplet qo'yib, ketsa mendan ketsin. 1,5 yil garantiya yozib beraman mana shu televizorga. Podsvetkaga javob. Original podsvetka qo'yaman-da, chunki so'kmanglar faqat, iltimos. So'kish eshitaverishim jonga tegdi. Rahmat. O'zimizga yaqin mijozlar videoning tagida nomer qoldiraman. Aloqaga chiqaverasizlar shunaqa xizmatlar bo'yicha.